Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 9-16 iyul kunlariga ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 11-12 iyul kunlari 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 22-27 darajalik iliq. Kunduzi 9-12 iyulgacha 37-42 daraja issiq, 13-16 iyul kunlariga 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 11-12 iyul kunlari 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 11-12 iyul kunlari 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'olli va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 9-11 iyul kunlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 12-16 iyulgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 11-12 iyul kunlari 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq. Kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.